Yo 12 sanetlarga propan metan qo'ymang, o'zi 6 ta 7 tadan benzin ichsa nima qilasiz? Propan yoki metan qo'yib deydi. Aka, reallikda dalil isbot qilib beraman. Metan va propan benzindan ancha yaxshiligini. Faqat oxirida. Aka, ahamiyat berib qo'yasiz. Hamma aytadigan 6 ta 7 ta o'zini ekonom rejimida haydaydigan bo'lsiz. Yo'q, siz surib haydaydigan bo'lsiz, aniq aytaman 12 dan 8 ta 10 tagacha xarajat chiqadi. Sanet ham xuddi shunday 7 ta 8 tagacha surib haydaydigan bo'lsa chiqadi. Aka, qarang. Kalkulyatorga yaxshilab ahamiyat berasiz. O'rtacha hozirgi vaqtga qimmat narxda hisoblaganingizda 7500 ko'paytirib 40 ta propan. Ya'ni 40 ta propaningiz 300 ming so'm bo'lyapti. 300 ming so'm pulga Kia Sonet avtomobilida bemalol 600 kilometr harakatlanishingiz mumkin. Endilikda 12 avtomobilda ahamiyat berib qo'yasiz, 5700 ko'paytirib 18 kub ketsin maylana. 18. Ya'ni 2000 so'mga siz bu avtomobilda 100 ming so'm pulga bemalol qaytarib o'tamiz. 300 km osh harakatlanishingiz mumkin. Endi siz 300 km benzinda harakatlanish uchun 12 avtomobilda ahamiyat berib qo'yasiz. O'rtacha 7 tadan hisoblang, mayli qarang. 13 ming eng yaxshi benzin hozir topgan taqdiringizda ham. Xo'p, mana ahamiyat berib qo'yasiz 7 ta. 91 ming, to'g'rimi? 300 km. Ya'ni 270 ming so'm, 2 barobar qimmatiga benzinda yurishingiz mumkin-da. Aka, keyin bitta benzinga propanni ham, metanni ham pirisini aytib o'taman. Qarab turing. Siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, bu ma'lumotni bilasiz. Xo'p, agarda siz metanmi, propan qo'yadigan bo'lsangiz, kilometraj, moyda kilometraji ko'payadi. Ya'ni yanada ko'proq kilometraj yursangiz bo'ladi. Demoqchi bo'lganimiz 6000, 7000 dan almashtiramiz. Endi 8000 gacha moyda probega borishi mumkin. Xo'p, agarda siz metan qo'yadigan bo'lsangiz, Navoiy Koreya, agarda siz propan qo'yadigan bo'lsangiz, Belarus baloni. Faqatgina Navoiy Koreyalarimiz juda ham kam qolgan, ulgurib qolgan joyi. Bu videoni 12 va Kia Sonetga metan yoki propan bo'lmaydi, o'zi benzin ekonomika deydigan akalarimizga yuborib qo'ying. Ya'ni qaytarib o'tamiz 300 ming so'm puli bilan 600 km. Yo'q, agar benzinda yuraveraman deydigan bo'lsangiz, 600 kilometrga 580 ming xarajat qilish kerak Kia Sonetda. Bu tomonda 12 avtomobilida 100 ming so'm puli bilan qaytarib o'tamiz 300 km. Agarda 300 kilometrda benzinda bosib o'taman deydigan bo'lsangiz, 270 ming so'm xarajat qilish kerak. Aka, sifatli bitta propan yoki metan xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Obuna bo'ling. Bu videoni maksimum barcha yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Tanlovda adashmaymiz, obuna bo'lishda davom etamiz.